Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz chiziqli tenglamalar sistemasi. Ee, Mavzumiz rejasi bilan tanishib chiqamiz. Demak, chiziq tenglamalar sistemasini yechish, buzilmagan chiziqli tenglamalar sistemasini yechish, Kramer formulasi, Gauss usuli, bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasini yechishni o'rganamiz. Demak, umumiy chiziqli tenglamalar sistemasi quyidagicha bo'ladi. Enta noma'lum mta tenglamadan iborat bo'lgan chiziqli tenglamalar sistemasi umumiy ko'rinishi mana bu birinchi ko'rinishdagi tenglamalar sistemasi bo'ladi. Bu yerda a, i, j, b, i berilgan sonlar bo'lib, a, i, j noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlar, ya'ni x lar, demak x1, x2, xnlar noma'lumlar oldidagi sonlar koeffitsiyentlari, blar esa ozod hidlari deb ham aytiladi. Ta'rif: birinchi tenglamalar sistemasi noma'lum x1, x2, xn larning o'rniga mos ravishda s1, s2, snlarning sonlarini qo'yish natijasida hosil bo'lgan natijasida ushbu, demak mana bu ayniyat lar sistemasi hosil bo'lsa, noma'lumlarning bunday qiymati birinchi tenglamalar sistemasining yechimi deyiladi. Demak, S1, S2, Snlarni birinchi tenglamani yechimi bo'ladi. Ikkinchi tarif: agar birinchi tenglamada sistema chiziq tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lsa, u birgalikda deyiladi. Aks holda birgalikda emas. Demak, tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'ladigan bo'lsa, bu tenglamalar sistemasini birgalikda deymiz. Agar yechimga ega bo'lmasa, u holatda birgalikda emas bo'ladi. Eslatib o'taman, maktab kursida ham chiziqli tenglamalar sistemasi o'tilgan. Bu yerda tenglamalar sistemasi bitta yechimga ega, cheksiz ko'p yechimga ega va yechimga ega emasligini sizlarga aytib o'tilgan. Uchinchi tarifda birgalikda bo'lgan tenglamalar sistemasi yagona cheksiz ko'p yechimga ega bo'lsa, u aniq yoki noaniq deyiladi. Bizga birinchi tenglama sistemasidan tashqari quyidagi ikkinchi tenglama, ya'ni A11 shtrix bu ko'rinishdagi tenglama sistemasi ham berilgan bo'lsin. To'rtinchi tarifda birinchi va ikkinchi tenglamalar sistemasi teng kuchli ekvivalent deyiladi agar ularning yechimlari to'plami ustma ust tushsa. Demak, birinchi tenglamalar sistemasi bilan ikkinchi tenglamalar sistemasining yechimlari ustma ust tushadigan bo'lsa, demak teng kuchli yoki ekvivalent tenglamalar sistemasi deyiladi. Odatda tenglamalar sistemasini yechmasdan turib ham uning yechimi mavjud yoki yo'q ekanligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun berilgan tenglamalar sistemasini asosiy va kengaytirilgan matrisalarning rangini aniqlash zarur bo'ladi. Asosiy matrisaning rangi nimalardan iborat? X lar noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlardan iborat bo'lgan matrisa asosiy matrisa. Kengaytirilgan matrisa esa ozod hadlarni ham qo'shishga to'g'ri keladi. Va matrisani rangini topishni oldingi darslarda o'rganganmiz. Teorema, Kronekel-Kapelli teoremasi. Agar tenglamalar sistemasi sistema matrisa rangi kengaytirilgan matrisaning rangiga teng bo'lsa, ya'ni RA ustiga chiziqcha. Demak, kengaytirilgan matrisa A chiziqcha bilan belgilangan. Ranglari teng bo'lsa, u holda tenglamalar sistemasi birgalikda bo'ladi, ya'ni yechimga ega bo'ladi. Bundan ushbu xulosalar o'rinli bo'ladi. Agar RA chiziqchaga teng bo'lsa, sistema birgalikda bo'ladi, yechimi mavjud. Agar teng bo'lmasa, birgalikda bo'lmaydi, yechimi yo'q bo'ladi. Agar teng bo'lib turib ikkalasi ham n bo'lsa, bu yagona yechimga ega bo'ladi. Agar teng bo'lib turib n dan kichkina bo'lsa, n degani tenglama sistemasining tartibi nechta noma'lum ekanligi, kichkina bo'lsa cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning Kramer usuli. Birinchi tenglamalar sistemasini chiziqli tenglamalar sistema matrisa ko'rinishida yozib olamiz. Demak, bu A asosiy matrisa, X noma'lumlar matrisasi, B ozod hadlar matrisasi. Bu yerda aytib o'tdim. U holda birinchi tenglamalar sistemasi quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. A berilgan tenglamani ozod hadlardan iborat matrisa, X noma'lumlar matrisasi barobar B esa ozod hadlar matrisasi bo'ladi. Birinchi tenglamalar sistemasi tenglamalar soni noma'lumlar soniga teng, ya'ni m n ga teng bo'lsin. U holda
sistema matritsasi A kvadrat matrisa bo'ladi. Uning determinanti noldan farqli bo'ladigan bo'lsa, yechimga ega bo'ladi. Agar nol bo'ladigan bo'lsa, unda cheksiz ko'p yechim yoki yechimga ega bo'lmaydi. Mana birinchisi mana agar A noldan farqli bo'lsa, A xos matrisa bo'lsa, u holda A minus bir teskari mavjud bo'lsa, u holda ikkinchi tenglikdan quyidagini hosil qilamiz. Ya'ni A minus bir ko'paygan AX barobar A minus bir ko'paygan B, A minus bir ko'paygan A. A minus birni A ga ko'paytsak bilamizki Y birlik matrisani beradi va X barobar A minus bir B ga teng bo'lgan yechimlar iborat bo'lgan matrisa keladi. Mana yechimlari quyidagilardan iborat. Demak, bir taqsim A determinanti e, A'larni bilamiz, algebrik to'ldiruvchilari, B1, B2, B'lari ozod hadlardan iborat bo'lgan sonlar. Kramer qoidasi, demak teoremasi, agar sistema determinanti noldan farqli bo'lsa, u holda birinchi sistema yagona yechimga ega bo'lib, bu yechim quyidagi formula orqali ifodalanadi. Ya'ni xg barobar delta g taqsim delta. Teorema to'rtinchi formula Kramer formulasi deb nomlanadi. Birinchi tenglama sistemasi uchinchi, to'rtinchi formula orqali yechishni esa Kramer yoki determinantlar usuli deyiladi. Xulosa shundan iboratki, berilgan tenglamalar sistemasi noma'lumlar soni tenglamalar soniga teng bo'lganda ularni yechishni Kramer qoidasidan foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan. Agar determinantimiz 0 bo'lib qoladigan bo'lsa, u holatda delta J'larga qaraymiz. Delta J'larni hammasi 0 bo'ladigan bo'lsa, u holatda cheksiz ko'p yechim bo'ladi. Delta J'lardan birortasi 0 dan farqli bo'lsa, u holatda yechimga ega bo'lmaydi. Chiziq tenglama sistemasini ushbu delta barobar, demak asosiy matrisaning determinanti 0 dan farqli bo'lsa, u holatda yechim quyidagi ko'rinishda bo'ladi dedik. Ana, Kramer formulasi uchun boyaga aytib o'tgan 3 ta qoidam. Mana determinantimiz 0 bo'lsa, demak yechimga ega, bitta yechimga ega. Agar determinantimiz 0 bo'lib, barcha delta J'lar 0 dan farqli bo'lsa yoki ixtiyoriy bittasi 0 dan farqli bo'lsa, yechimga ega emas. Delta 0 bo'lib turib, barcha delta J'lar 0 bo'ladigan bo'lsa, sistema cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning Gauss usuli. Demak, Kramer qoidasi asosan ikki noma'lumli, uch noma'lumli tenglamalar uchun, tenglamalar sistemasi uchun juda qulay usul bo'lib, vazifa qulay usul bo'ladi. Undan foydalanish oson. 4 noma'lumli, 5 noma'lumli, 10 noma'lumli va n noma'lumli tenglamalar sistemasini yechishda esa Gauss usuli qulay usul hisoblanadi. Quyidagicha n noma'lumli tenglamalar sistemasi. Demak, birinchi tenglamalar sistemasi, demak bilamiz A, I, J'lar x noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlar, B ozod xatlar. Tarix. Birinchi tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lsa, uni birgalikda bo'lgan sistema. Agar yechimga ega bo'lmasa, birgalikda bo'lmagan sistema deyiladi. Demak, yechimga ega bo'ladigan bo'lsa, birgalikda, yechimga ega bo'lmasa, birgalikda bo'lmagan tenglamalar sistemasi deyiladi. Ikkinchi tarafda, agar birgalikda bo'lgan chiziq tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega bo'lsa, uning aniq sistema, u aniq sistema deyiladi. Agar cheksiz ko'p yechimga ega bo'lsa, aniqmas sistema deyiladi. Birinchi tenglama sistemasi Gauss usuli bilan yechishga o'tadigan bo'lsak, bu usulda mohiyati shundan iboratki, noma'lumlarni ketma-ket yo'qotib boramiz. Ya'ni birinchi ustundan x1larni, birinchi x1ni qoldirib, uni pastidagi x1larni yo'qotib boramiz. Ikkinchi qadamda ikkinchi tenglamadagi x2ni qoldirib, uchinchidan boshlab x2larni yo'qotamiz. Ya'ni yuqori uchburchak matrisasiga keltiramiz yoki quyi uchburchak matrisasiga keltiramiz. O'sha holatda, demak, uchburchak holatiga keladi va natijada teskari holatda bo'ladigan bo'lsak, tenglamalar sistemasini yechimi kelib chiqadi. Mana ko'rinishi. Demak, bu birinchi tenglamada hammasi noma'lumlar qatnashadi, ikkinchisida x2dan boshlab qatnashadi va oxirigisida xn qoladi.
Shu tariqa bundan oldingisida, oxirgisidan bitta oldingisida xn-1 va xn qolgan bo'ladi. Bundan xn ni topib turib oldingisiga qo'ysak xn-1 topiladi. Shunday tartibda ketma-ketlikda bajariladi va yechimga tenglama sistemasining yechimi topiladi. Bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasi. Agar chiziqli tenglamalar sistemasi bir ozod hadlari nolga teng bo'lsa, ya'ni b larni hammasi nol bo'ladigan bo'lsa, bu tenglamalar sistemasi bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasi deyiladi. Bu sistemaning kengaytirilgan matrisasining oxirgi ustuni elementlari nol bo'lgani uchun sistema matrisasi kengaytirilgan matrisaning rangiga teng bo'ladi. Ya'ni R ga teng bo'ladi har doim. Shuning uchun Kronecker-Capelli teoremasiga ko'ra bir jinsli tenglama sistemasi har doim birgalikda bo'ladi. Masalan, 0 0 0 0 0 sistema yechimi 0 yechimi bo'ladi. Ikkinchi tenglamalar sistemasi matrisaviy ko'rinishda quyidagiday iborat bo'ladi. Ya'ni ax barobar 0. Bizaniki dastlabki holatda b edi. B ni o'sha ifodalan b ni koeffitsientlari 0 ga teng holati. Yuqorida keltirilgan birinchi, to'rtinchi xulosalarga ko'ra, agar n bo'lsa, bu holatda yagona yechim, ya'ni 0 yechimga ega bo'ladi. N nima? N tenglamalar soni. Agar n'dan kichkina bo'lib qolsa matrisa rangi, u holatda cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Demak, m n ga teng bo'lgan holatda ikkinchi tenglik farqi 0 dan farqli yechimga ega bo'lish uchun uning determinanti 0 ga teng bo'lishi zarur va yetarli bo'lar ekan. Agar ikkinchi tenglamalar sistemasi m n'dan kichik bo'lsa, ya'ni tenglamalar soni noma'lumlar sonidan kichik bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tenglamalar sistemasi albatta 0 dan farqli yechimga ega bo'ladi. Chunki u holatda Ra mdan kichik va demak Ra n'dan kichik bo'ladi. Keyingi darsda bu mavzuga doir amaliy mashg'ulot misollar ishlab ko'ramiz. Bugungi demak chiziq tenglamalar sistemasiga doir ma'ruza darsimiz shundan iborat edi. Rahmat hammaga.